Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kupamizdagilar Toshkentdan Kamoliddin akamiz bitta nabor buyurtma qilib tayyor bo'ldi. Juda chiroyli qilib ishlab berdik. Dilmurod akaga podarka qilar ekan. Dilmurod akaga Kamoliddindan esdalik deb yozib berdik. Mushli ishlangan pichoqlar ham 3 ta pichog'i bo'ldi. Lezvasi klapan materialdan bo'lgan. Klapan zanglamaydigan material hisoblanadi. Ruchkalari tekstilitdan. Juda qalin qilib ishlaganmiz. Lezvalari reaksiyasini sinab ko'ramiz mana. Juda mushli ishlangan. Çok iyi kesadi. Bunisini ham sinab ko'ramiz mana. Bunisi ham xudo xolasa shunaqa kesadi mana. Bitta chiroyli bolt taqib berdik. Bunga ham yozib rasmlarni tushirib berdik. Boltamizni materiali reles materialdan bo'lgan. Ikiga mana bitta chop qilib berdik. Yorma qilib ishlaganmiz. Buni ham pichoqda ishlataverasizlar, ham chopqinida ishlataverasizlar. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Konservalarga ham ishlataverasizlar pichoqlarni mana. Hech narsa qilmaydi. Qaytib qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bunimizning narxi 3 million 200 ming so'm.